Bolalik insonning tabiati bilan eng yaqin bog'langan davra. Ana shu davrda bolaning dunyoqarashi, tabiiy muhitga bo'lgan e'tibori va mehr-muhabbati shakllanadi. Bu jarayonda esa tarbiyachilarning o'rni beqiyos. Madina Tohirjonova 12-davlat maktabgacha ta'lim tashkilotida bolalarga nafaqat bilim, balki tabiatga hurmat, atrof muhitga mehr tuyg'usini singdirishga harakat qilayotgan fidoyi tarbiyachilardan biridir. Men Tohirjonova Madina Qahramon qizi 12-sonli maktabgacha ta'lim tashkilotida faoliyat yuritib boraman. Orada 1 yil o'tsa-da, bolajonlarga mehrim bo'lishcha, bolajonlarni juda ham yaxshi ko'raman va ular bilan faoliyatlarimda yaxshi olib borishga harakat qilaman. Chunki bolajonlarning kulgisi, ularning har bir yangilikni hayrat ila qabul qilishi menga ilhom bag'ishlaydi. Tarbiyachi nafaqat bilim beradi, balki bolalar qalbiga insoniy fazilatlarni, atrof muhitga mehr va hurmatni singdiradi. Mening eng katta maqsadim tarbiyachilarimga tabiatni asrab, avaylash va unga g'amxo'rlik qilishni o'rgatish. Qani bolajonlar, bugun tabiatni asrash va avaylash haqida mashg'ulotimizni boshlaymiz. Amaliy mashg'ulot davomida fan va tabiat markazida bolalar bilan rangli bo'yoq va suv yordamida kamalak yasashni o'rgataman. Shuningdek, qumlardan turli harflar yaratish, rangli gulunchlardan esa kamalak tasvirini hosil qilish kabi ijodiy mashg'ulotlar olib boraman. San'at markazida bo'yoqlar yordamida chizilgan baliqlarni bo'yashni o'rganamiz. Madina opaning bu fidokorona mehnati bejiz emas. Uning kichik tarbiyalanuvchilari allaqachon suvni tejash, ortiqcha chiqindilarni tashlamaslik, daraxtlarga zarar yetkazmaslik kabi odatlarga amal qila boshlashgan. Bu esa kelajakka ekologik jihatdan ongli avlodni yetishtirish yo'lidagi katta qadamdir. Faoliyatim davomida har xil tajribalar olib boraman. Gul ochilish jarayonini 2 xil tajribada ko'ramiz va rangli qog'ozlar va shamlar orqali bo'ladi. Bu rangli qog'ozlar orqali gulimizga suv yordamida suv sepib, uni ochirishga harakat qilamiz. Keyingi tajribamiz sham orqali bo'ladi. Ulardan gullar ochiramiz. Tabiatni asrash bu shunchaki so'z emas, bu har birimizning burchimizdir. Tabiatni asrash kelajakni asrash demak. Madina opaning ezgu niyatlari, harakatlari esa shu yo'lda yosh avlodga to'g'ri yo'nalish berishga xizmat qiladi. Har bir inson tabiatni himoya qilishni o'zidan boshlasa, yashash muhiti yanada go'zal bo'ladi.